Assalomu alaykum. Bizning bugungi tomoshabinlarimiz, bugun sizlar bilan bundaqa keltirilgan kvadrat tenglamalarning Viet teoremasi orqali topishni o'rganamiz. Demak, berilgan kvadrat tenglamaning ildizlari, ya'ni x1 va x2 ni noma'lum qiymatlarini Viet teoremasi orqali topish kerak. Viet teoremasiga asosan x1 ko'paytirilgan x2 teng bo'ladi doim mana bitta turgan erkin xat qiymatiga, ya'ni 10 ga. Ularning yig'indisi esa x1 plus x2 teng bo'ladi mana bu o'rta xatning koeffitsiyentining qarama-qarshi ishorali qiymatiga, ya'ni bizda -7 bo'lsa, ba'da 7 ni o'ziga. Demak, shunaqa sonlar jufti bor ekanki, ularni ko'paytirsak 10 bo'ladi, qo'shsak 7 bo'ladi. Bu sonlar juftligi osonlikcha x1 teng 5 va x2 teng 2 deb topiladi. Ya'ni 5 ga 2 ni ko'paytirsak 10, 5 ga 2 ni qo'shsak 7. Javoblarimiz topildi. Masala yechildi.